Roblox, lekin biz bugungi videoda Amici bilan birgalikda o'zimiz uchun gaming setup qilamiz. Bu degani bo'ldi o'zimiz uchun gaming xona yaratamiz. Ya'ni eng zo'r gamerlarning xonasi. Hozir men sizlarga politsiyasiga ko'rsatib o'taman va qanaqa gamer xona qilishimni sizlarga ko'rsataman bo'ldi. Video boshlamas videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingizni undan har doim men randomni 5 ta eng omadli obunachimni durjiga qo'shaman. Sizlar hamma durjiga qo'shib men bilan birga o'ynamoqchi bo'lsanglar, videoga like bosib, hamma kanalimizga obuna bo'linglar va kommentariyga nikdan qoldiringlar. Короче, o'yinni boshladik bolalar. Challenge boshlandi. Bizlar bilan Ruslan va Amici o'ynayapti. Ruslan ham bizlarga kirib olgan. Mana men Druzamda bor ekan bu. Bu Mercury emasmidi? Ruslanni o'zgartiryaptim nikini. Tushunmadi, короче. Ruslan mana nikini ko'r. Mana 3 tasini bosdik, lucky block ochildi. Oy! Menga mana unaqa kompyuter qilib berdi. Yaxshi, joncha zo'r emas-ku. Ha? Ruslan o'zi da. Ye, bu kim bu? Mana kompyuter nima qilib o'tiribdi bu? Ye, chupasga. Ha, bular kompyuterxonada o'yin o'ynab pul to'lar ekan bizga. Ha, bo'ldi tushundik. Shopda nimalar bor? Shopda bizga bular Robux'larni-ku bular. Hammasi Robux'li narsalar ekan. Keyin bu yerda bizga inventoryda hech nima yo'q. Home uyimizga keldik. Ha, bu yerda yangi stul. Stol xarid qilsak bo'lar ekan. Yangi stol xarid qildik va randomli bizga yangi klaviatura, mishka va kompyuter qilib beradi. Oddiy, yana oddiy kompyuter qilib berdi-ku bu. Qimmatroq qilib bermaydimi? Qancha pulimiz bor? $50 pulimiz bor. Mana knopkani bossak, bu nima qiladi endi? Spinallantirar ekan. Bu nima beradi bu endi? Monitor berdi. Monitor nima qilaman endi? Bu monitorni olib turib, mana unga almashtirsam bo'lar ekan. Bu qimmatroq monitor. Da, bo'ldi, tushundim. Boshqa monitorim yo'q inventorimda. Yana nima tushar ekan? Autospin. Buni aniq qilsa bo'larmi ekan buni? Tekinga aylantirish mumkin faqat. Bu oddiy monitor. Demak, yana qanaqasi tushadi ko'ramiz hozir. Voy, sekundiga $10 beradigan monitor. Gamerskiy monitor. Mana bu bilan almashtiramiz. Endi bu ko'proq pul berish kerak bizga. Bunisi boshqa gap. Bu yerda musorchilik, mana yerda decoration shop. Bu yerda bizga hech narsa kerak emas. Upgrade qilsak bo'ladi. Cash multiplayer va mana bu yerda luck multiplayer bilan cash multiplayerni kuchaytiramiz. $100 ga yana bitta table olamiz. Yaxshi. Yana bitta stol oldik. Bunga ham bularni ochamiz. Qimmatroq o'tish, iltimos kompyuterni. Bu nima bu? Grushami bu? Noklisi tushdi bu. Apple emasmi-da, olmalisi. Mayli, necha $17 dan beryapti. Zo'r. O'ynanglar bolalar, o'ynanglar. GTA qo'yib beraymi, PlayStation qo'yib beraymi? Nima o'ynaysizlar? Roblox o'ynaysizlarmi yoki bolalar bilan? O'ynanglar, qarang, bizga ko'proq pul kerak. $200, $500 berar ekan bizga minutiga. Bu kam-ku, minutiga $500, $350 pulimiz bo'lsa yana bitta stol olamiz. Qani men aylantiraychi? Mana nima? Luck multiplayer. Spin pad $400 ga yana bitta olsa. Gamerskiy kompyuter. Bunisi boshqa gap. Men almashtiramiz Gamerskiyga. Bunisi boshqa gap. Ichidagi video kartalar ko'rinib turar ekan. Zo'rligini qaranglar. Men kompyuterni shunaqa bo'lasizlar ko'rsataman hali. Короче, yaxshi. Nima? Mana ochamiz yana. Ikkita bo'ldi. Endi ikkitasi aylanadi. Ikkita narsa beradi endi menga. Musorchilik narsalarni beradi. Mana bitta $500 berar ekan. Oldim men $500'ni. Yaxshi, $500 oldi. Endi mana yerda stol olamiz yana bitta. Yaxshi, 4 ta stolimiz, kompyuter xonamizda 4 ta stolimiz bo'ldi. Qani, iltimos, normalroq kompyuter tush. Bila, yana musullar ishdi. Yana $7 sekundiga. Musur ekan bular. Boshqasini ochamiz. Qani, va shu yerda qatiyab qimmatroq tushish kerak. Bu yerdan qimmatroq tushish uchun esa bolalar mana uni kuchaytirishimiz kerak albatta. Mana luck multiplayerni kuchaytirishimiz kerak. Bu omadimizni kuchaytirib beradi bizani. Zo'roq narsa tushishiga yordam beradi. Qani, iltimos, shuncha kuchaytirdim, bir normalroq narsa ber. Menga shu musnasa chiqibdi. Ko'p deganmi? 1.5 ga yig'sak mana ochishimiz kerak. Nima? Shuni aytaman, $3, $2 tushibdi menga. Fuy, bilat. $3. Musra, reverse hisoblanimda. Qani? Reverse yo'q-ku. Tupoy reverse yo'q-ku. Reverse yo'q. Nima? Avtomatik o'zlantirib turar ekan. Settingsda nima bor? Bu yerda nimalar bor bizga pulimizni ko'paytirishimiz uchun? Inventorimizda hech nima yo'q. Aylantirishimiz kerak ekan, daydalshi. 1200 ta yig'ib, mana bu yerda stol olamiz. Shunda pulimiz ko'payaveradi bo'ladi. Tez ko'payadigan bo'ladi. $10 keyboard. $10 klaviatura mishka oldim. Bunisi boshqa gap. Buni men ketqamiz.
Mana mana haqiqiy gamersi kompyuter bo'ldi. Bu yerga faqat puli ko'plab o'tirib o'ynaydi. Chunki monitor ham chotki, klaviatura ham chotki, mana bu kompyuter ham chotki. Dahshatidan bu 2000 dollarga qiyilgan kompyuter bu. Vallahi ko'ryapsizlar, bunda robot lekin jinnilik. Bunda вообще qiyin mana og'ir o'yinlarni o'ynashga, GTA o'ynashga, GTA 5, yana qanaqa o'yinlarni bilasizlar, ular kommentariyga yozib qoldiringlar. GTA 5 bor, oldimizda GTA Vice City o'ynardik, Need for Speed degan o'yinlar bo'lardi, lekin hozir unaqa o'yinlar yo'q. Hozir ko'p bolalar Roblox o'ynaydi, menga o'xshab. Hoppa, yaxshi. Day, nima tushadi? 4 dollar, 4 dollar. Bu 4 dollardan qimmatroq narsa tushadimi o'zi? Yangi stol sotib oldim. 6 ta stol bor endi bizani. 4 5 ta ekan, 5 ta ekan. 5 ta ekan. Yana musurlar shepti, Zaynab qildi bu. Normal narxi chiqmayapti, вообще. Mana omadini kuchaytirish kerak-da. Vay, bilat, 8 dollar. Yoki 5 ga mana otish kerak. Yaxshi, davay, iltimos, normalroq narsa tush. Uy, 22 dollarlik. Gamerski, klaviatura, mishka. 22 dollar chiqdi menga. Fuy, bile, bor, tushmaydi, omadingni kuchaytirishing kerak. Omadingni kuchaytirishing kerak, omadingni, uka, omading. 22 dollarlik monitor. Yana bittasi tushdi. Fuy, bilet. Bunda monitor bor-ku? Mana unda normal monitor yo'q. Bo'ldi. Chotki, sekundiga dasht pul ishlaydi hozir bolalar. Endi men shu turamiz, lag multiplayer nimaydi bu? Lag multiplayer. Undan ko'ra bolalar 2.5 ga buni olganim yaxshimi yoki mana bu yerda 5 ga buni ochganim yaxshimi? 60 dollar? Nima deyapsan? 60 dollar? Nima bu? Yo'q, bula, klaviatura mishga 60 dollarlik. Pizdes sekundiga 60 dollar beradi. Voy, bilat. Menga ham tushsin. Oyantirib o'tiradim. Menga ham tushsin, пожалуйста. 18 dollar, 10 dollar. O, bunisi boshqa gap. Qani buni qo'yamiz, klaviaturani qayerga qo'yamiz, klaviaturani almashtiramiz. Qani endi bizani anamiz. Bilat. Narsam qani mana? Mana bu olgan narsam qani? Men to'yimda yo'q-ku. Sumkamda. Sumkam yo'q bu yerda. Voy, kut. 10 dollar. Kompyuterim yo'q ketdi. Vo, mana tushdi yana. Ha, bo'ldi, oldim buni. Chotki beradi bu ham. Menga almashtirib musir bu. Yaxshi, gamersi kompyuterdan kuchaytiryapmiz bolalar. Bemalol bolalar kelib turib, mana shu kompyuterxonaga kelib o'ynasanglar bo'ladi. Men Beko Sigma Pro deb yozib qo'ygan. Buni hali kuchaytiramiz, biz 2 tash qo'yamiz, biz o'ynamiz, faqat kuchaytirishimiz kerak, hozir pulimiz kerak. Pul kerak faqat, pul soqqa. 18 dollar degan kompyuter ishdi. Zo'r kompyuterlar hammasini Pro Gamers qilib tashlaymiz. Mana u ham dalshi. Sizdan bor Turkiya. Mendan Turkiya bor ukam, o'yin qilyapsanmi? 130 dollar berdim-ku. Nima? Ha, o'yinni beradi-da, конечно, senga. U 22 dollar yana. Keyboard. Bunisi boshqa gap. Day, buni ham qaysiga qo'yamiz? Qaysining klaviatura mishkasi yaxshi emas. Mana shunga musur ekan. Mana shuniga qo'yamiz. Zo'r. 4 ga pulimiz bor. Yana bitta stol olamiz. Yaxshi, 7 stol oldim. Qani bilan ochamiz? Qani iltimos normalroq tush faqat. Vo, klaviatura yaxshidan tushdi. Kompyuter lekin musuridan fuy bilan. Demak, yana aylantiramiz. Menga mutasil ber. 1000 dollarga tushsa bor-ku bilan. Voy, tushmaydi lekin. Orzuga ayb yo'q deyishadi bolalar, mana orzu qilaveramiz. Cash multiplayerni kuchaytirishimiz kerak. Keyin mana lagni kuchaytiramiz. Zo'r bolalar. Endi bular, buni nimaga oldim? Yo'q. Joyga qo'y. Musulchilar yo'qmi? Ha, musulchilar bor-ku. Mana tarafchi. Hoppa, musulga tashaveramiz. Da, shuncha klaviatura sizlarga bersam emasmidi bolalar? Yo'q, sizlarga bunaqa musul klaviatura ravo ko'rmayman. Sizga qimmat klaviatura ishlatishinglar kerak, obunachilar albatta. Mana bu yerga qimmat ekan, musul klaviatura o'rniga qimmatroqini qo'yamiz. Nima? Decoration bir nima короче, men tushunmayman. 2 ga pulimiz bor, minutiga 4 ga ishlar ekan. Voy, 40 dollarlik kompyuterni qara. Pizdes kompyuter. Hop, bilet, menga qo'yamiz. Oy, brat, uzr, almashtirib qo'ydim, endi ko'p pul ketadi. To'ldirgan joyda. Ichini zo'rligini qaranglar, shunaqa kompyuterga kelib ketdi. Вообще dahshat ekan unisi bo'lagan, billa pizdes. Mana olsakchi, yana nima? 2 dollar. Izdivoj qilyaptimi bu? Izdivoj qilyapti bu. 3 dollar. Mana shunda ham normalis 10 dollardan qimmat tushsa kesdi. Yo'q, hazillashdim. Yo'q, hazillashdim. Bo'ldi. Короче, nima kuchaytiramiz? 5 ga mana kuchaytiramiz, dang ettiramiz.
Da yana ochamiz. Hoppa, endi uchtasidan normal narsa chiqishini kutamiz a. Yana musri. Ha, yugurib kelibdi kompyuterxonamga. Ha, brat, nima o'ynaysan? Jahon 0088 mi? 0080. Jahon mana shu yerga qarab tur desan, normal narsa tushsa menga aytasan. Qarab tur Jahon. Sakrama. Bilat, normal narsa tushmayapti. 10 dollarlik klaviatura bor, men xatya mana shu olamiz. 10 dollarlik klaviatura. Qaysini klaviaturasi musir? Dada, musir chiqadi. Bular klaviatura hammasiniki zo'r ekan-ku. Men senga pataka qilaman, ber. 22 dollar. 22 dollar normalniyu. Lan tashyor musirga. Bo'ldi, tashyordi. Jahon nima afrika bo'lib qoldi? Sigani ketdi shekilli tualetga. Shunaqami? Yana bitta kim keldi? Kim mana yugurib yurgan? 10 dollarlik monitor. Valla bu musirda, bo'lmaydi, qimmatidan tush. Tushmayapti-da qimmatidan. 5 ga pulimiz bor. Day, nechga 15 yig'sak mana 7 to'si bo'ladi. Nima? 100 dollarlik. Bilya, senga pizdostara tushyapti-ku. Nima menga tushmayapti? Voy billah. 100 dollar tushdi menga, bilya. Day, aylantiramiz, biz ham aylantirib ko'proq. Faqat bosib o'tirma. Voy bilya, normalnilar tushmayapti. Ko't ekanda bu ham. Menga 100 dollarga 3 tasi ham bir xil chiqdi. Fuy, bilya, jin ekan bu. Jin bo'lib qolamiz. Voy bilya, bu men o'zim o'yimga ketaman, vallahi bir yo'q, o'yimga ketaman, o'yimga ketaman. Sotdi. Yibanmisan? Voy bilya, biroz qanaqa olib keldim, bilsangiz bilarsiz o'zingiz. Sekundiga daqiqa, minutiga 13 ga bo'lishlar ekan endi. Oy, bunisi boshqa gap. Demi? 2 dollarlik tarix. Buni ko'rding 300 dollarga tushdi. Fuy, bilan jin bo'lib qoldim, bor. Assalomu bo'l. 300 dollarlik bor-la. Biznes degani-ku 300 dollar. 300 emas-ku. 200 salik. Salik kirdi-ku. Salik, ke kompyuterxonamga o'tir. Roblox o'ynaysan. Ya, boyagini klaviaturasi. Mana uni klaviaturasi. Oy, komplekt bo'lyapti bular. Oy, bilan. Dahshat pul beradi endi. Mana qarang, mana. 6 ga pulim bor. 60% lak. Menga 21. 21 ga uchratirar ekanman. Mana uchratirish kerak. Dang, yaxshi. 60 dollarlik yana. Boyagi saga tushgan motor, dahshatlar tushyapti. Ha, 4 dollarlik motor almashtiramiz. Oy, 60 dollar endi. 22 ga minutiga beradi. 22 ga. Bu nima? Yo, muslar tushdi yana. Bu kim? Nima deyapti? Neymar. Okay, video olsmi? Da video olma. Yabat. 1,5 dollarlik klaviatura. Oy, blat. Nima bu? Oy, blat. Fuy, blat. Oy. 75 ga minutiga ishlaydi. 75? Fuy, bilan bola nima tushirib qo'ydi? 15 ga men undan olaman endi. Oy, yabat. Yangi stol. Qani normal narsa tush. Muslimlar tushdi. Voy, bilet 1800 dollarga tushdi. Jinni bo'lib qolaman. 275 dollar yana. Mana kuchaytirib ham ko'proq, mana zonasi berar ekan. Qasini? Omadini kuchaytirsak, mana shu omad 70% endi. Menga 60. 60 bo'lsa senga normal narsa bermaydi. Sen Tavrat qilmay kelgansan. Ko'tingni yumagansan. Yungan payting. Voy, bola zonasilar beribdi. 60 dollar klaviatur yana. Yaxshi, bu ham dahshat. Arzon klaviaturlar kompyuterga qo'yib qo'yaman. Komplekt bo'ldi, ekran ham, klaviatura ham oltindan bolalar. Davay. Yana bo'lsam 45 ga ochamiz. Oy, yangisini ochdim 45 ga. Musir. Da, qimmatlardan tush, iltimos. Qani. Yo, yana musir bu. Bular ham musir. Nima? Yastiraysiz? De. Mashinadan chiqqandim. Voy be. Yoz turganimda böyle 800 dollar turibdi-da, jinni bo'lib qoldim o'zi ham borib ko'rib. Musir yana. Da, men ko'rmaganman, sen o'zing aytgandan ko'rdim. Dahshatlar tushdi, lekin bolalar bor. 52 ga bo'lsa yana ko'paytiramiz. Yo, musirlar tushib tozachalik. 52 ga kerak bizga yangi stolga.
Qanchalik stol ko'p bo'lsa, shunchalik pul ham ko'p bo'ladi. Ishlar tushmayapti, nimaga endi ishlar tushmayapti? Ko'tmi bu? Shop. Bella, endi normal narsa tushmayapti. Do'stlarni qo'shsa, anu qilar ekanda bizga. Ekran nima bo'lib qoldi? Ko'karib qoldi. Voy ko'te. Ayo, bo'ldi. X bor. Kerak emas bizga. Qani nima tushadi? Iltimos qimmatroq narsa tush. $10. Yo'q. Bu bo'lmaydi, bu $1800 yana bitta tushsa bor, jin bo'lib qolamiz. Omadni kuchaytiraymi bolalar yoki mana olganim yaxshimi? Mana shuni olganim yaxshiroq, bolalar. Da, mana shuni olganim yaxshiroq. Nimani kuchaytiramiz? Qani yangi stolga nimalarni olamiz? Qani nima tushirgan? Musirlar tushir ekan faqat, biladi. Yo'q, aslan o'sha narsa chiqaradi. $4. Hozir uni yangilaymiz, mana bu yerda zo'r kompyuterlarni chiqarib olaman degan. Musirlar chiqibdi. Iltimos zo'rlardan chiqib ber, men omadni kuchaytiraman endi men dalishi. Qani? Soqqalan 94 ga minutiga beradi. 100 ga degani bu minutiga. Bala, iltimos bolalar aytinglar bu. O'zingizlar sizlar like bosmagansiz, shunga tushmayapti bolalar. Qani? Qayerlar bolalar mana shu joyda bitta videoga like bosib, kanalga hammasi obuna bo'linglar. Hozir aylantiraman, pizzalar tushadi, qaranglar. Like bosib obuna bo'ldinglarmi? Qani kommentariy yozdinglar? Bo'ldi. Endi qayerlar? Obunachilar uchun o'shaman. Qani, obunachilar uchun bu. $40. Ko'rdinglarmi bolalar? Ozgincha mana like bosgansizlar, obuna bo'lgansizlar, mana $40 tushdi. Endi bola hamma like bosib obuna bo'lmagansizlar, hali ham like bosib obuna bo'lmaganlar bor. Shunday hozir like bosib obuna bo'lsa, bundan ham zo'r narsa chiqadi. Qani 3 gacha sayman. 1, 2, 3 like bosib kanalga obuna bo'lib, kompyuter yozamiz. Davay. Qani endi bosamiz. Endi zo'r narsa chiqadi. Obunachilar uchun bu ham. Davay. Nima chiqar ekan ko'ramiz hozir. $22. Nahmani. Nimasi? Davlat normal. Zaten mana o'rniga ko'proq beradi. Davay, yana bu ham obunachilar uchun. Hozir bundan keyin Amirchig uchun ochamiz, Amirchig uchun. Endi Amirchig uchun bolalar, Amirchig uchun. Qani Amirchigda nima chiqar ekan? $10 tushayman. Endi bu men uchun, davay. Qani samuray uchun. Bilat $4 eng ko'pi. Musir ekan. 130 ga pulimiz bor. Davay. Boyagidek qimmatlari tushmayapti. Boya ketma-ket tushib to'shaganda bor, pizdes jin bo'lib qo'ygandim. Endichi, yana musirlar, iltimos, qimmatdan tush. Qanchalantirish kerak buni? Shopda nima bor? Shopda hammasi Robuxda buni. Davay. Inventoryimda hech nima yo'q. Omadni kuchaytirish kerak. 200 ga qilib omadni kuchaytirib olish kerak-da. Yozib bo'lsa shu. Davay, qani? Nima tushadi endi? Davay, iltimos. $40 kompyuter. Normalniy. Buni ham tiqib qo'yamiz. Nima? Mana $18 kompyuter o'rniga $40 ma'lum qilamiz. Da, yana aylantiramiz. Chiqavermaysiz kerak shuncha hamma narsani. Hozir ekranda birisi chiqar X bosasa. Millat normalniy chiqmayapti. Davay. Bilad, yana arzonlari. Iltimos, $1,500 ga tush. Musir tushyapti. Senga musir tushyaptimi? Musir. Ovaribman. Bilad, musirga tashaverdim. Decoration sotib olamiz, bolalar. 200 ga kerak. Mana 200 ga sotib olamiz hozir. Qani. Mana qo'ya, $235. Bunisi boshqa gap. Endi buni qaysi o'rniga mana shu o'rniga tiqib yuboramiz. Zo'r, 114 km sekundiga. Hoppa, omadni yana tekshirtirdim. 90% bo'ldi omadimiz. Qani ham aylantiramiz, doy. Qani nima tushirkan hozir ko'ramiz. $18. Day bitta zo'r donlik, yana $2000 dan bitta olik. Day, iltimos qiling. Obunachilar bilan iltimos qilamiz. Bilad, ko't ekansan, Decorationda nima bor edi? Bu yerda 5 ga speed qo'shar ekan, plus 3 cash. Yana pulga zo'r narsalar qo'shib berar ekan. Voy, chair lawsa bo'lar ekan. Mana undan bitta olaman, mana undan bitta olaman unda. Inventoryimda ikkita narsa bor. Buni endi qaysini o'rniga qo'ysak bo'ladi. Hoppa. Mana bu вообще komfort bo'ldi-ku, brat. Ko'tingiz ham tirlamaydi endi. Og'rimaydi. $600 ishlayapti. Normalniy zo'r. Qani? Day, decorationni bossang, pul ham qo'shib berar ekan, boshqa narsalar ham qo'shib berar ekan. Qani? Davay endi.
iltimos, qimmatam tush 100 dollarga kompyuter, bu ham normalniy kompyuter kerak o'zi ham как раз kompyuterni ham tiqib qo'yamiz kompyuterda. Bo'ldi. Menimcha hammasi almashtirib bo'ldik. Короче, demak bolalar, videomiz 20 minutda oshib ketibdi. Videomiz ko'payib ketmasligi uchun albatta ikkinchi qismini chiqaramiz bu videoni. Bolalar, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, kommentariyada yozib qo'ying. Keyingi videoda ko'rishguncha, xayr.